Yurak yetishmovchiligi qachon kuchayadi? Birinchidan, tuzni ko'p iste'mol qilganda, suvni ko'p iste'mol qilganda. Ikkinchidan, spirtli ichimliklar yoki kam spirt saqlovchi ichimliklarni iste'mol qilganda. Bularga kvars hamda pivo ham kiradi. Uchinchidan, dorilarni to'xtatib qo'yish yoki dozasini kamaytirganda. To'rtinchidan, ortiqcha yuklama, jismoniy yuklama o'zimizga berganimizda, ya'ni yurak yetishmovchiligi bor bemorlar, masalan, zinalardan chiqib tushish, ortiqcha yuk ko'tarish masalalarida ularda yurak yetishmovchiligi kuchaytirib qo'yishi mumkin. Beshinchidan, surunkali uyqu buzilishlari. Oltinchidan, surunkali stress jarayonlari. Yettinchidan, gripp, shamollash kasalliklari. Sakkizinchidan, analgetiklar. Bular artofen, analgin, kupen, sinipar, mana shunaqa og'riq qoldiruvchi dorilarni surunkali iste'mol qilganimizda yurak yetishmovchiligi kuchayib ketarkan.